aldandim. Abla, shunaqayam pastkash bo'ladimi? Oyimga nima deyman? Qizim. Nima bo'ldi, jon qizim? Yig'lamasdan gapirgin. O'zi to'ying kuni kecha bo'lgan bo'lsa, nima darrov urushib qoldinglarmi? Oyijon, meni aldashdi. Nima? Tushunmadim. Yig'lamasdan tushuntirib gapirgin. Oyijon, ular bizni aldashdi. Tushuntiribroq gapirgin qizim. Nimaga aldashadi? Qanaqa qilib aldashadi? To'y kuni yonimdagi kuyov soxta ekan, oyijon. Aslida ular Nogiron akasiga meni olib berishibdi. Kuyovimizning akasigami? Oyijon, meni aldashgan. Voy tavba. Shunaqasi ham bo'ladimi? Akasi bilan yasholmasligimga ko'zim yetib qochib keldim, oyi. Xo'p, to'g'ri qilsan qizim. To'g'ri qilsan. Vijdonsizlarning qilgan ishini qara. Voy. Jonim qizim. Bo'ldi, yig'lama. Xudoyim endi nima qilamsan? O'sha to'g'ri yo'l ko'rsat. Xudayu. Sadoqat opa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, Xuda, yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Voy, o'zimmi kelinim, onasini sog'inib uyga kelyapti-da. Bizga bir og'iz aytganlari ham yo'q. Qizim menga boshqacha gap aytdi. Ha, bizni uyimizda baxtiyorlikni aytdimi? Aslida qizimni kichik o'g'lingizga emas, kattasiga olib bergan ekansiz. Shu rostmi? Yolg'on. Nega oyimni ko'ziga qarab turib yolg'on gapiryapsiz? Men umuman hech kimni aldamaganman. Bo'lmagan gap. Xuda, shu ishingiz yaxshimi? Qaysi ishim? Kelin, qani yuring. Sizni olib ketgani keldim. Kela qoling. Qizim hech qayerga bormaydi. Men bu to'yga qancha pul sarflaganimni bilasizmi? Men qizimni sog'lom o'g'lingizga berganman. Qani o'sha o'g'lingiz? U o'g'limga, o'zimga mos, o'g'limga mos, kazo-kazolarni qizini kelin qilaman. Sizlar bilan quda bo'larmidim? Unda bu o'g'lingizga ham o'sha kazo odamlarning uyiga sovchilikka boring, xo'pmi? Manzilda biroz adashibsiz. Qani, keting uyimdan. Avval pulimni olib, keyin ketaman. Pul yo'q. Qo'lingizda nima keladi? Men qizimni hech kimga bermayman. Keting bu yerdan. Keting dedim.